Avvalambor assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, tanjonlaringiz sog'mi? Xudo xolasa, bugun Yaypanda Janovat qishlog'iga Mosoxon akamizga bir necha kun oldin ochib chiqqan cho'jalarimizni berib o'ryapmiz. Mana ukalari keldi. Ko'pchilik tandirni ham sog'ingan bo'lsa kerak. Tandir tayyorladi, obunachilar uchun tandirda oldida turib gapiryapti. Cho'jalar endi sekin ushlaymiz, endi o'ta terma cho'jalarni akamiz oladi endi mana. Yine üşeyimiz endi. Ha? Oldu. Tanesi bilan bostirgan. Xo'p, endi buni qopga solamiz endi. Qopga solaylik. Ha. Ha, keyin obunachilar. Hali 3 ta cho'jam bor edi o'zim boq ekan. O'shani anvarjon bering deb o'sha 3 ta cho'jani ham so'radim. 3 ta cho'jani ham bering. Akamiz mazza qilib boqsin. Xo'p, buni qopga solamizda 3 ta cho'jam bugun solamiz. Mana aytgan cho'jalarim. Endi kechda oldin qonni to'g'lab beraylik. Mosoxon aka ham tomosha qilib maza qilayotgan bo'lsa kerak. Anvarjon ishdan charchab kelgandan keyin deydi, maza qilaman deydi. Olib ketguncha video qilib tashlab turing deydi. Bo'ldi, gap yo'q deyman. Obunachilar bu yerda nechta xo'roz? Albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Mana polvoni xo'roz. Mana bu Malla bilan Yulduzchani bolasi. Naglar kariga qo'radi ikkitasi. Obunaga o'zim o'qiyapman. Bu narsani yaxshi o'qiyapman-da. Rejim bilan boqsa yaxshi-da, biroqlar tez katta bo'ladi deb tasira abetda ham aylanib o'tgandan beri o'ratdi, rejimni buzadi. Shuning uchun rejimda ishga o'tdi. Parvoz aka-ukalar. Bu endi ayrim insonlarga tegishli. Ertaman kechqurun beraman xolos. Donni. Suv bilan qo'yib qo'yiladi. Qon to'yib olsin. Chunki Yaypanga borguncha ham aqib olgandan keyin baribir bir soat, 1,5 soatdan berasizlar-da. Ovoz beradi. Ha? Hayır, moshada ketadi. Boradi. Sisarkamiz bu. Endi obunachilar mana shu sisarkani ko'pchilik so'rayapti. Men buni nimaga ushlab turibman, bilasizlarmi? Mana Germaniyadan kelgan cho'jalar ko'rgansa, ichida sisarka bor. Agar o'sha sisarka xo'roz chiqadigan bo'lsa, buni o'sha qiziqxonaga beraman. Agar makon chiqadigan bo'lsa, mana shu sisarkani qo'shaman debman-da. Mana Germaniyadan kelganda ko'rsatib qo'y. Mana ular Germaniyadan kelgan. Mana sisarka xo'rozmi, makonmi? Kommentariy yozib qoldirib makon bo'lsa, mana shunga qo'shaman turibman. Bu premium Germaniyadan kelgan tuxumlari. Ha? Endi xo'roz makon endi kattaroq bo'lsa bilamiz-da. Oqlarda mana xo'roz, mana birinchi o'rmonda o'tirgan. Shu surichqa bu. Ma.